Hyundai Elantra diskasini 4 burchak holatda olib kelishgan. Oyoqlari ham yorilgan, bu oyog'i ham yorilgan. Bunisi ham yorilgan oxirigacha. Orqa tomonlari ham juda ham qiyshiq holatda. Mana bu sasokning teshigi ham treshna berib, tuxum bo'lib qolgan. Bu yoq ham yorilgan, bu yog'i ham, mana bu tomonlari ham yorilgan. Aylanishlari ham juda ham qiyshiq holatda. Ana shu diskani tuzata olamanmi yo'qmi nasib bo'lsa shu videoda ma'lum bo'ladi. O'zi videoning oxirida tuzalgan holatini ham qo'yamiz. Nima deb o'ylaysiz? Chotga chiqadimi yo'qmi? Qo'ldan kelgancha nasib bo'lsa harakat qilamiz. 1, 2, 3 va natijani ko'ramiz. Diskamiz kirsigacha tayyor. Bu oyog'i svarka bo'ldi. Shakllarini chiqarib qo'ydim. Bunisi ham svarka bo'ldi. Shakllarini chiqarib qo'ydim. Bitta ranglaylar tamom. Ana bu yog'i ham bunaqasiga yorilib ketgandi. Mana buni teshigi ham, pipkan teshigi ham qiyshayib qolgandi. Bu ham chotki bo'ldi. Hozir aylanishini ko'ramiz. Mana bu tomondan ham ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ham ko'rishingiz mumkin. Aylanishini ko'rib, ishimiz necha bahoga arziydi, bitta kommentariyada o'zlaringiz yozib qoldirasizlar. Mana bu aylanishi. Xudo xohlasa chotki ishlab beradi. Diskani egasi ham bizning podpisчикimiz Buxorodan. Akamizga aytib qo'yaman, mashinaga qo'yib maza qilib haydab yuring. Bironta skorostda mashinangiz dirillasa, pulingizni hammasini qaytarib beraman. Xudo xohlasa ishimiz chotki chiqdi. Ana aytgancha gruz ham ko'p so'ramaydi. 15-20 bu normal holat bu. Aylanishlari chotki bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Hyundai Elantra